Farzandimga vitamin D bersam, suyaklari baquvvat bo'ladi, yaxshi o'sadi, rivojlanadi deb shifokor bilan maslahatlashmasdan sirazi vitamin D ni berishni boshlashadi. Bilib qo'ying, vitamin D ni o'zi vazifasi nima? U qondan kalsiyni olib, suyaklarga yetkazib berish vazifasini bajaradi, ya'ni transport vazifasini bajaradi. Endi agar vitamin D ni haddan tashqari bolada ko'payib ketadigan bo'lsa, bu ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Masalan, bola bezovta bo'ladi, yig'loq bo'ladi, bosh og'riqlariga, qorin og'rig'iga, ichi ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun vitamin D berayotganimizda tavsiya qilinadi oldin o'lchab va defitsit sostoyaniya bo'lganda berish tavsiya qilinadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga qon analizini topshirmasdan berish mumkin deb aytiladi. Nimaga? Chunki 3 yoshgacha bo'lgan bolalar jadal tez o'sganligi uchun ularga vitamin D kerak bo'ladi. Lekin uni dozasini shifokor belgilab beradi. Nimaga? Chunki bolaga profilaktik dozada berish kerakmi yoki davolovchi dozada berish kerakmi? Bu muhim sanaladi. Siz vitamin D ni qanaqa dozalarda berasiz o'z farzandingizga va kim bilan maslahatlashgan holda bergansiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.